Assalomu alaykum. Ilmiy-texnik axborot markazi tomonidan tayyorlangan muhandislik sohasidagi ilmiy va innovatsion ishlanmalar bo'yicha dayjest xabarlarni e'tiboringizga havola etamiz. Xitoydan yangi avlod roboti. Xitoyda Tesla'ning sobiq rahbari Jan Haysin boshchiligida Star Dynamics kompaniyasi o'zining ilk gumanoid roboti Star Dynamics 1 ni taqdim etdi. Yangi robotning asosiy yangiligi dizayn va realizm darajasidir. Star 1 tashqi ko'rinishda insonga eng yaqin shaklda yaratilgan. Tanasi hech qanday ochiq qismlar yoki mexanik bo'g'inlar ko'rinmaydi. Shu jihat bilan u Tesla Optimus, Figure va 1X kabi g'arb robotlaridan ajralib turadi. Oltin tusdagi ko'rinishga ega Optimus VQ5 dizaynini eslatsa-da, Star 1 yanada tabiiy harakatlanish va muvozanatni saqlash imkoniyatiga ega bo'lishi kutilmoqda. Loyiha Hunger Construction va Metric Intelligence hamkorligida ishlab chiqarilgan bo'lib, u sun'iy intellekt asosidagi sanoat va xizmat tizimlari uchun mo'ljallangan. Xitoyda uchuvchisiz taksilar tijorat parvoziga ruxsat oldi. Xitoy kompaniyasi E-Hang dunyoda birinchi bo'lib uchuvchisiz havo taksilarini tijorat yo'lini tashish uchun sertifikat oldi. Dastlabki parvozlar yirik shaharlar va aeroportlar orasida amalga oshiriladi. EH216S 2 o'rinli havo taksisi 15 km masofani atigi 12 daqiqada bosib o'tadi. U ixcham, ekologik toza va tejamkor bo'lib, maksimal uchish masofasi 35 km ni tashkil etadi. Mutaxassislarning fikricha, bu texnologiya nafaqat transport, balki sayyohlik va logistika sohalariga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Kelajakda yo'lovchilar aeroport navbatlarini o'rniga dron terminalidan, taksi chaqirish o'rniga esa havo yo'lidan foydalanishlari mumkin. Faqat robotlar xizmat ko'rsatadigan oshxona ishga tushirildi. Düsseldorfdagi REV supermarketida dunyodagi birinchi to'liq avtomatlashtirilgan oshxona CA1 Series 4 ishga tushirildi. Tizim Series CE kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, taomlarni inson aralashuvisiz tayyorlay oladi. Oshxona 2 robot manipulyator, induksion plita va idish yuvish mashinasi bilan jihozlangan. Robotlar masalliqlarni olib, pishirib, tayyor taomni likopchalarga joylashtirish va idishlarni yuvish jarayonini mustaqil bajaradi. Soatiga 120 ta taom tayyorlanadi. Har birining narxi 6 yevrodan boshlanadi. Sun'iy intellekt algoritmlari buyurtmalarni boshqaradi, masalliqlarni hisoblaydi va oziq-ovqat chiqindilarini kamaytiradi. Xaridorlar buyurtma berishni sensorli ekran yoki ovozli interfeys orqali amalga oshirishlari mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.